Yanada xizmat qilamiz-da. U uchun qasamyod ham qilamiz, yuramiz ham mana shunaqa ishlab. Assalomu alaykum. Muborak oylarda har bir musulmon yaxshi amallarni ko'paytirishga harakat qiladi. Mavlud oyida, ya'ni Rasulimiz sollallohu alayhi vasallamning muborak tug'ilgan oylari. Undan tashqari mustaqilligimizning 35 yilligi, Vaqf xayriya jamoat fondi, musulmonlar idorasi va shahar hokimligi hamkorligida 1200 dan ortiq shahrimiz va Toshkent viloyatidagi obodonlashtirish xodimlarining oilalariga xursandchilik ulashishni niyat qilgan. Avvalo tinchlik bo'lsin, rahmatlarimiz katta rahmat. Mustaqilligimiz bilan hammani tabriklayman. Mana xayriyatlarga qabul qilsin. Tinchlik xotirjamlik, hammamiz sog' bo'laylik. Sizlar ham sog' bo'linglar. Katta rahmat. Bayramga Xudoga shukr. Shunday bayramlarga yetkazganiga prezidentimizga ham rahmat. Sizlarga ham rahmat hammalaringga. Mana shu homiylarga ham hammalariga rahmat. Mindan ming rahmat. Vaqf xayriya fondi O'zbekiston musulmonlar idorasi tomonidan obodonlashtirish ishchilariga o'zlarining sovg'alarini taqdim qilmoqchilar. Biz ulardan minnatdormiz. Mana mustaqilligimizni 35 yilligiga biz obodonlashtirish ishchilari ham o'zimizni hissamizni qo'shib, ko'kallashtirish hamma joyda aktiv ishlab kelyapmiz. 8 yildan beri mana shu obodonda ishlayman. Obodonda ishini ko'plar mana mensimaydi-da. Biz juda ham yaxshi ko'ramiz. Chunki vatanimizni gullab yashnash uchun, mana gullarimiz ochilganda, daraxtlarimiz yashnab turganda ko'zimiz quvnaydi. Chunki buni rohatlari bor-da. Prezidentimizga katta rahmat aytamiz. Bizni kamtarona ishimiz uchun mana sovg'alar beryapti. Vaqf xayriya jamoat fondi